Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga O'zbekiston xalq shoiri, jamoat arbobi Mirza Aliyev Iqboljon Mirzakarimovich haqida ma'lumot beraman. Iqbol Mirzo 1967-yilning 1-may kunida tavallud topgan. Uning otasi o'qituvchi bo'lib, bolalarning ta'limiga katta e'tibor bergan. Iqbol Mirzo she'riyatga qiziqishni tog'asi shoir Abdulla G'ulom uyg'otgan. 5 yoshida esa Yeseninning o'zbek tiliga tarjima qilingan she'riy to'plamini yod oladi. Iqbol Mirzo she'rlar yozishni 7 yoshidan boshlaydi va ma'lum vaqtdan so'ng mahalliy gazetalar yosh shoirning she'rlarini chop etishni boshlashadi. U o'z she'rlarida ozodlik, sevgi va tabiatni tasvirlagan. Iqbol Mirzo taxallusi ostida ijod qilgan. 1984-yilda Iqbol Mirzo Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kiradi va o'qish yillari 1985-1987 u Tomskda harbiy xizmatni o'taydi. 1989-yilda esa o'qishni tamomlaydi. 1992-yilda Iqbol Mirzo Toshkentga keladi va O'zbekiston tabiati gazetasida jurnalist sifatida faoliyatini boshlaydi. Keyinroq esa Vatan haftaligiga muharrir etib tayinlanadi. 1993-yilda uning ilk she'riy to'plami Yurakning shakli, 1994-yilda Ko'ngil, Seni sog'inaman, 2000-yilda Meni eslaysanmi, 2002-yilda Tanlangan she'rlar, 2004-yilda Qo'shiqlarim va Seni bugun ko'rmasam bo'lmas, 2008-yilda Sizni kuylayman shu kabi to'plamlari chop etiladi. Iqbol Mirzoga qilgan mehnatlari uchun 1999-yilda Shuhrat medali bilan taqdirlanadi. Shu yili ommabop tonggi dastur Assalom O'zbekistonning bosh muharriri bo'ladi. 2014-yildan to hozirgi kungacha Iqbol Mirzo Mudofaa vazirligi harbiy maslahatchi a'zosidir.